Hammaga salom, Get Ready With Me. Sevimli o'zimni kechki sayrga va ramyon yeyishga taklif qildim. Endi sizlar bilan kiyinamiz. Itak, mani variantimda shunaqa oq jinsi, bunaqa futbolka bor, bilan yaqinda Justdan olgandim. Yoki bu jinsi bilan shunaqa prozrachniy kofta kiysa bo'ladi. Prozrachniy koftalarni juda ham yaxshi ko'raman. Bunaqa kargo qora shimim ham bor, buni ham o'yladim. Bu bilan qora mayka va ustidan prozrachniy koftani kiysa ham qanaqa turar ekan ko'ramiz. Itak yomon emas, prosta aylanib kelishga zo'r, повседневный. Bunaqa koftani sal yonroqqa osiltirib, maykani ko'rsatib kiysa ham qiziqarliroq ko'rinadi. Ipasini ko'tarib orqaga bog'lasakchi. Orqaga bog'lamasdan shimni ichiga tiqvora qoldim. Oyog'imga krossovka kiyaman, shuning uchun noskilani ham kiyib olamiz. Bu yerga remen yetishmayotgandek tuyuldi, shuning uchun remen ham taqdim. Bu yerda tsepочка baribir ko'rinmay qoladi, shuning uchun faqat qulog'imga ziray taqdim. Atir sepamiz. Дьявольская intriga, такой o'tkirroq, холодныйroq atir. Oyog'imga shunaqa krossovka kiyibman. Bizani to'liq obrazimiz tayyor bo'ldi. O'zimga yoqdi, lekin koftani o'ylab qoldim, shimni ichiga tiqmasdan chiqarganim balki yaxshiroqdir deb. Qolganini o'zingizlar yetasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha